Kichik yoshdagi bolalarga ingliz tilini qayerda va qanday o'rgatish kerak? Juda ham ko'p ota-onalarimizning muammosi bolalari anchadan beri ingliz tili o'rganishga boradi, lekin hali ham natija yo'q. Kitoblar, testlar, grammatika hammasi bo'ladi, lekin bola oddiygina savollarga ham ingliz tilida javob bera olmaydi. Xo'sh, bunga sabab nima? Muammo nimada o'zi? Keling, hozir mana shunday kichik yoshdagi bolalarimiz uchun ingliz tilini qanday usullar bilan va qanday metodika orqali o'rgatish haqida batafsil gapirib beraman. Ko'pchilik ota-onalar ingliz tilini yosh bolalarga ham xuddi kattalarga o'rgatganday o'rgatish kerak deb o'ylab qolishadi. Aslida bu eng katta xato. Chunki ba'zi bir bolalarda hatto o'qish yozishni bilmaydigan bo'lsa ham, ularga kitob tutqazib qo'yadi, grammatika o'tadi, qoidalar, testlar, demak mana shu tarzda o'rgatishni boshlaydi. Lekin bu orqali o'rgangan bola, demak o'zi xato qilishdan qo'rqadigan, gapirishdan qo'rqadigan bo'lib qoladi. Chunki u faqat qoidalar olamida yashab qoladi. Lekin aslida bolaga ingliz tilini mutlaqo boshqacha uslubda o'rgatish kerak. Aslida muammo bolada emas, muammo metodikada. To'g'ri metodika orqali har qanday yoshdagi bolaga 4 ta skill orqali bemalol ingliz tilini o'rgatish mumkin. Yosh bolalarga biz asosan TPR metodini qo'llasak bo'ladi. Bunda bolaga qanaqadir qoidalarni o'rgatish, so'zni o'rgatish uchun lug'atlar yozdirish shart emas, shunchaki ko'rsatasiz, harakatlar orqali o'rgatasiz va bola bemalol siz aytgan narsani tarjimalarsiz ham o'rganib oladi. Keyingisi esa eng mashhur metodlardan game based learning metodi. Bunda bola bilan o'yinlar orqali o'zi bilmagan holatda, demak eshitishi ham mumkin, bunda gapirishi ham mumkin va o'zi bilmagan holatda eng qizig'i grammatikani ham qo'llay oladi. Va yana bitta mashhur metodlarimizdan biri bu communicative learning metodi. Bunda bola ustozi bilan birgalikda yoki o'rtoqlari bilan birgalikda turli xil dialoglar, sahna ko'rinishlari, role playlar qiladi hamda ingliz tilini o'zida speechda qo'llashni boshlaydi. Bularning hammasi demak to'g'ri yondashuv orqali bolani gapirtira olish. Demak bola ingliz tilini ham xuddi o'zini ona tilidek o'rganishi kerak. Qanaqadir qoida, qobig'i ichida emas. U narsani ko'rishi, shu narsa haqida gapirishi, bolani grammatik jihatdan yoshlikda to'g'ri qo'llashi shart emas. Asosan uni uyalmasdan gapira olishi. Chunki kichkina bola ham yoshligidan ona tilida to'g'ri gapirmaydi-ku. Ingliz tilida ham xuddi shunaqa. To'g'ri gapirmasa ham, xato gapirsa ham eng muhimi, demak uni qo'llay olishi va ingliz tilini gapirayotganda unda uyalish hissi bo'lmasligini ustoz ta'minlab berishi kerak bo'ladi. Agar yondashuv to'g'ri bo'lsa, bola natijaga tezroq chiqadi. Savollarga javob berishni boshlaydi, o'qigan tekstlarni tushunishi, ularning savollariga javob berishni boshlaydi va albatta eng muhimi o'qishga o'zi qiziqib boradi. Va oddiy savollarga bo'lsa ham javob berishni boshlagan bolani o'ziga ishonchi paydo bo'ladi. Built-in English School'ning 2 yillik tajribasidan kelib chiqib, biz sizlarga ayta olamizki, mana shu narsalarning hammasi bizda jamlangan. Built-in English School'da biz aynan mana shunday yondashuv bo'yicha ishlaymiz. Biz uchun eng muhimi bolani majburlab emas, balki o'zi qiziqib, xohlab o'rganishidir. Shuning uchun ham bizning darslarimiz O'zbekistonda yagona va yangicha metod orqali dars vaqti boshqa kurslarga nisbatan uzoqroq, lekin qiziqarli va effektiv bo'ladi. Farzandining kelajagiga bee'tibor bo'lmagan va videoni mana shu joyigacha ko'rgan qadrli ota-onalar, Built-in English School sizlarni 3 martalik bepul sinov darslariga taklif qiladi. Farzandingizni olib keling, darslarda qatnashtiring va ular uchun eng to'g'ri qarorni qabul qiling. Darsda qatnashish uchun video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.